Assalomu alaykum hammaga. Ana 2026-yil 11-fevral akamni izlash ishlari hali davom etmoqda. Ana bu yoqda odamlar kelgan. Ana bu yoqda kelgan odamlar. Ana suvni kamaytirdik mana. Suv to'xtadi. Suvdan chiqmayapti lekin. Ana shluzda ham suv to'xtagan holatlari. Polni suv to'xtagan. Mana yeri tagigacha ko'rinib turibdi. Qidiruv ishlari hali davom etmoqda. Xudo xolasa endi bugun chiqadi. Chiqib qolsin endi. Xudo xolasa akamni topaylik. Shuncha harakat, shuncha inson. Ana bu yoqda kamida yana bir 30-40 odam. Bu tomonda ham shu. Qo'ldan kelguncha harakat qilyapmiz. Izlab qidiryapmiz.